Iordaniya qirolligi Yevropa, Afrika va Osiyoning chegarasida joylashgan arab davlatidir. Mamlakat Iordan daryosining sharqiy sohilida joylashgan. Poytaxti va eng katta shahri Amman. Iordaniya o'zi nisbatan kichik, maydoni atiga 92.300 kvadrat kilometr, aholisi 2023-yil holatiga ko'ra 11.180.568 kishi. Iordaniya 1946-yil 25-mayda mustaqillikka erishgunga qadar Britaniya qarmog'i ostida edi. Bu davlat dastlab Transjordaniya deb atalgan. Isroil bilan urushdan keyin Transjordaniya yangi hududlarni, Sharqiy Quddus va G'arbiy sohilni oldi. 1949-yilda shtat Transjordaniya nomini Iordaniya qirolligiga o'zgartirdi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, davlat chegaralari juda to'g'ri ko'rinadi. Hatto ular qalam va chizg'ich yordamida qo'lda chizilganga o'xshaydi. Osmonli imperiyasining bo'linishi davrida etnik va madaniy o'ziga xoslikka katta e'tibor berildi. Natijada ko'plab mamlakatlar paydo bo'ldi. Bugungi kunda Iordaniya shimolida Suriya, sharqda Iroq, g'arbda Isroil va Falastin milliy ma'muriyati, janubda Saudiya Arabistoni bilan chegaradosh. Bu mamlakat Qizil dengiz bo'ylab eng qisqa qirg'oq chizig'iga ega. Qizil dengiz bo'ylab ushbu davlatning qirg'oq chizig'i ushbu dengizni o'rab turgan mamlakatlar orasida eng qisqasi. Mamlakat deyarli dengizga chiqa olmaydi. Iordaniya poytaxti Amman eng qadimgi shahardan biridir. Arxeologlarning fikricha, bu joy miloddan avvalgi 13-asrdan oldin yashagan. Shaharning tepalik chekkasida joylashgan Gerkulis ibodatxonasi miloddan avvalgi 8-asrda qurilgan. Iordaniya muzeyida miloddan avvalgi 7500 yilga oid ayin g'azal haykallari ham mavjud. Iordaniya siyosiy jihatdan beqaror mintaqada joylashgan, biroq qo'shni mamlakatlarda fuqarolar urush va terrorizm avj olgan bir paytda mamlakat tinchlikni saqlashga muvaffaq bo'ldi. Arab bahori deb atalgan davrda Iordaniya hukumati tarqatib yuborilgandan keyin va davlat xizmatchilarining maoshlari oshirish, yoqilg'i va zarur mahsulotlar narxini tartibga solish uchun katta mablag'lar kiritilgandan keyin vaziyatni hal qilishga muvaffaq bo'ldi. Iordaniya bayrog'i 3 ta chiziqdan iborat: qora, oq va yashil. Chap tomonda qizil uchburchak bo'lib, unda oq 7 qirrali yulduz bor. Bayroqning qora rangi Abbosiylar xalifaligini, oq rangi Umaviylar xalifaligini, yashil rang esa Fotimiylar xalifaligini ifodalaydi. Qizil uchburchak hukmron Hoshimiylar sulolasi va arab qarshiliklarini ifodalaydi. Ammo 7 qirrali yulduz ikki xil ma'noga ega. U Qur'onning 1-surasini va arab urug'larining birligini anglatadi. Iordaniya Isroil bilan tinchlik shartnomasi tuzgan ikki davlatdan biri. Ikkinchi davlat Misr. Har ikki davlat 1994-yilda Isroil bilan tinchlik shartnomasini imzolagan va 46 yillik mojaroga rasman yakun yasagan. Eslatib o'tamiz, 1967-yilda Iordaniya boshqa arab davlatlari, jumladan Livan, Misr, Iroq va Suriya bilan birga Isroilga qarshi 6 kunlik urushga qo'shilgan edi. Qadimgi Amman qal'asi poytaxt markazida qadimiy arxeologik yodgorliklar joylashgan. Ammanning qadimiy qal'asi Jabal al-Qala gavjum shahar markazida hukmronlik qiladi. Qal'a joylashgan tepalikning etagida qayta tiklangan amfiteatr joylashgan bo'lib, yozda ochiq osmon ostida konsertlar va tomoshalar o'tkaziladi. Gerkulis ibodatxonasida ulkan marmar barmoqlarni topish mumkin. Olimlar ularni Gerkulis haykalining qoldiqlariga tegishli deb hisoblashadi. Mamlakatning milliy taomi mansaf. Bu taom Mamlukiylar davriga to'g'ri keladi. Taxminan miloddan avvalgi 1200 yil. Bu to'y, tug'ilgan kun, bitiruv yoki faxriy mehmonlarni kutib olish kabi maxsus holatlarda xizmat qiladigan an'anaviy badaviy taomdir. Iordaniyada eng keng tarqalgan daraxt zaytun daraxti hisoblanadi. Iordaniya qadimgi Petra shahrining vatani hisoblanadi. Bu shahar ko'pchilikka Atirgullar shahri nomi bilan mashhur. Petra shahri o'zining tosh arxitekturasi bilan mashhur. Bu UNESCOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan va dunyoning yangi 7 mo'jizasidan biri sanaladi.
Mamlakatning eng ta'sirli joylaridan biri dengiz sathidan 500 metr pastda joylashgan va taxminan 4 kilometrga cho'zilgan Vaddi Mujib kanyonidir. Vaddi Mujib qirollik shassisi bo'ylab va O'lik dengizining sharqiy qirg'og'iga yaqin joyda joylashgan. Bu mamlakatni kambag'al deb atash mumkin emas, garchi u boshqa arab davlatlaridan farqli o'laroq neft zaxiralariga ega emas. Jahon banki Iordaniyani o'rtacha daromadli mamlakat deb ataydi. Mustaqillikka erishgandan keyin haqiqiy ko'rinishda mamlakat iqtisodiyoti sekin, lekin barqaror ravishda yiliga 2-4% ga o'sdi. Davlat daromadining asosiy manbalari qishloq xo'jaligi va sanoatdir. Iordaniya haqidagi qisqa faktlar o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'ling. Eng qiziqarli faktlar va ma'lumotlar hali oldinda. Ko'rishguncha.